Mushularning ovqatini ulitkalarga berib ko'rib, ularning reaksiyasini ko'ramiz. Nima deb o'ylaysizlar, yoqadimikan yoki yo'qmi? Ovqatlarni berishdan oldin konteynerini to'liq tozalab, ulitkalarni ham cho'miltirib olamiz. Ungacha emas, sizlarga ulitkalar nima uchun boqilishini aytib ketaman. Ulitkalar asosan yuz uchun terapiya qilishga boqiladi. Ulitka terapiyasining foydasi juda ham ko'p. Masalan, terapiyani boshlaganingizda 2-3 haftasidayoq yengil ajinlar to'liq yo'qoladi. Terini tabiiy namlab beradi. Ugri va ugridan qolgan dog'larni ham ketkazib beradi. Undan tashqari quyoshdan va tug'ruqdan tushgan dog'larni ochartirib ketkazib beradi. Boqish ham qiyin emas. Tovush chiqarmaydi, sasimaydi, uyi bir chekasib turadi. Bir kunda bir marta ovqat berish kerak xolos. Mana deyarli 70% klientlarim ulitkalarni faqat terapiya uchun boqishmaydi. Shunchaki yoqtirib qolishgani uchun sotib olishadi. Hobbi uchun boqishga eng xarajati kam, zararsiz, asabi buzmaydigan, naborot tinchlantirib beruvchi ulitkalar desa ham bo'ladi. Ko'pchilik boshida jirkanishadi, lekin videolarimni hammasini ko'rib chiqib yoqtirib qolishadi. Yana bilmadim. Ulitkalarga mushularning ovqati mumkin emas. Mushularning ovqatini, конечно, mushularga berish kerak. Afsuski, men becharaning mushugim yo'q. Bu ovqatlarni ham ko'chadagi mushuklarga deb olib keltirgandim. Bilaman, bu juda ham kam. Boyib ketsam ko'proq sotib olaman. Yo, menimcha boyib ketsam birinchi o'rinda mushuk olaman.